Farg'ona shahar Shodiyona mahallasida soat millari 10 ga qarab ketyapti. Ish jarayon avjida. Bu yerda oldin noqonuniy deb atalayotgan mana shu zdaniya qurilishi bitkazilgan kotlovani 2 qavatga ham -2 ga qarab 2 qavat bo'lgan pasi. Hozir ko'rib turishlaringiz mumkin. 3 ta 4 tadan 2 qavatlar ishlayapti. Svetlar qo'yildi. Shahar hokimi Vosiljon Shuhratovich Nazarov shaxsan barcha tashkilot rahbarlari bilan birgalikda shu yerda buzdi ishlari avjida. Mana noqonuniy qurilma baribir buzilyapti. Kim bunaqa noqonuniy joy qurilayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa o'ziga xulosa qilib olish uchun buni joylayapman. Avgust ko'rib turibsizlar, kechki payt soat millari 11 ga qarab ketyapti. Farg'ona shahar Shodiyona mahallasi Farobiy ko'chasi 26-uyda fuqarolar norozi bo'lgan. Shaxsan viloyat prokurori Baxtiyor Ahmadjonovich, shahar prokurori Sherzod aka Mavlonovning o'rinbosarlari hammasi o'zi kelib quruvchilarga boshqaga choralarni ko'rishadigan bo'lishdi va mana buzda ishlari avjida. Xulosa uchun bu.